Sunnat namozining qazosini qilishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Ba'zilar sunnat namozni nafl namoz deb qaraydi. To'g'ri. Undaqda sunnatni o'qimaslik musulmonning ixtiyorligida bo'lamdi. Sunnat namozning qazosini qilamdi. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Talha ibn Ubaydullah raziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga kelib, Rasulullohdan islom to'g'riliq so'rab edi. Rasululloh, bir kech kunduzda 5 vaqt namozni ado qilasan dedi. U, "Menga uningdan boshqa farz namoz bormi?" dedi Rasululloh. "Yo'q, ammo nafli o'qisang bo'ladi" dedi. Oxirida u odam, "Alloh bilan qasamki, men buningga qo'shibmi qo'ymayman, kemaytibmi qo'ymayman" deganicha qaytib edi Rasululloh. Rost so'zlaganlar bo'lsa, cho'qim nijotlikqa, jannatga erishadi dedi. Bu hadisga asosan farz namozlarning oldi keynida o'qiladigan sunnat namozlar nafli namoz qatoriga kiradi. Uni o'qish farz yoki vojib emas, balki inson ixtiyorligida bo'ladi. Lekin boshqa nafli namozlardan ikki jihatdan alohida fazilati bor. Biri, bu sunnat namozlarning alohida fazilati ko'rsatilgan. Ummu Habiba radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, kimki bir kech kunduzda 12 rakat namozni qo'ldan bermasa, ashu namozlar bilan uningga jannatda bir qasr bino qilinadi degan. Ummu Habiba radhiyallohu anha deydi: "Men ashularni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan anglaganimdan buyon ularni tashlab boqmadim." Bu 12 rakat namozning hadislarda ayrim fazilatlarimi bayon qilingan. Olimlar deydi: Nafl namozlarning yo'lga qo'yilishdagi hikmat Sunani Abi Davudda hadisda sabit bo'lganidek, farzlarga nuqson yetib qolgan ahvolda ashu nafl namozlar bilan farzlarni mukammal qilish va yana nafl namozni o'qish orqali farzga o'zini tayyorlash orqali farzga jo'shqin bo'lish, farzga qalbni to'liq bekorlashdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deganki, qiyomat kuni banda amallaridan eng dastlab qilib hisob ilindigani namozdir. Rabbimiz azza va jalla bandalarni o'zi eng obdan bilib turib farishtalarga mundaq deydi: Bandamning namoziga qaranglar. Uni to'liq ado qildimi yoki kam qildimi? Agar to'liq bo'lsa, to'liq deb yoziladi. Azroq kam qilib qo'ygan bo'lsa, qarab boqinglar. Bandamning o'z ixtiyori bilan o'qigan nafl namozlari bormi ekan deydi. Nafl namozlari bo'lsa, bandamning farz namozlarini o'z ixtiyori bilan o'qigan nafl namozlaridan to'liqlab o'tinglar deydi. Andan boshqa barliq farz amallarimi shu bo'yicha qilinadi. Qaysi birimiz ojizligimiz, qusurlarimiz bilan farzlarni vaqtida to'liq ado qilib bo'lalaymiz. Shunga bu turli taat ibodatlardan bosh tortmaslik bizning holimizga munosib. Yana biri, bu namozlarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam asosan tashlamay o'qib kelgan bo'lg'achqa, bu namozlarni o'qish orqali Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga ergashishni, sunnatini tutib mengishni, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ulgi qilishni ishga oshirg'ili bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mening sunnatimga va mendan keyingi to'g'ri yo'lga hidoyat qilingan Rashid xalifalarning sunnatiga ergashinglar, uni chang tutinglar, qo'ldan bermanglar degan. Haq Taala aytadi: Aytqinki, agar sizlar Allohni so'yadigan bo'lsanglar, menga ergashinglarki, Alloh sizlarni so'ygay, gunohlaringlarni mag'firat qilib o'tgay. Al-Imron surasi 31-oyat. Hamda ashu sunnat namozlarni vaqti chiqib ketgandan keyin qazosini qilish masalasida bo'lsa, olimlar o'ttirisida ko'z qarash o'xshash emas. Bir qism olimlar bomdodning sunnatidan boshqa sunnat namozlarni vaqti chiqib ketgandan keyin qazo qilmaydi deb qaragan. Yana bir qism olimlar qazosini qilish mustahab deb qaragan. Imom Navaviy aytadi: Bizning mazhabimizdagi to'g'ri qarash farz namozlarning oldi keynidagi sunnat namozlarining qazosini qilish mustahabligidir. Hanafi mazhabdan Muhammad va yana Muzani, Imom Ahmad bir rivoyatda shunday qaragan. Imom Abu Hanifa bilan Abu Yusufdan kelgan ikki rivoyatning mashhurroqida qazo qilinmaydi. Sunnatning qazosini qilishning mustahabligi dalil jihatdan kuchlidir. Masalan, 1. Kurayb rivoyat qiladi-ki, Ibn Abbas, Misvar ibn Mahrama va Abdurrahman ibn Azhar radhiyallohu anhular uni Aisha radhiyallohu anhaning qishig'i avatib, uningga "Sen Aishaga hammamizdan salom aytib, uningdan asrdan keyingi 2 rakat namoz to'g'riliq so'rab, uningga biz sizning asrdan keyin 2 rakat namoz o'qiydiganligingizdan xabar topdik. Vaholanki, bizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning u namozdan cheklaganligi yetgan edi" degan deb topilgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Umar ibn Xattob bilan ikkimiz kishilarni u namozdan cheklab uratdik degan. Kurayb deydi: Men Aisha radhiyallohu anhaning yoniga kirib, ular topshirgan so'zlarni uninga yetkazsam, u
sen bu to'g'riliq Ummu Salamadan so'rag'in dedi. Men ularning yeniga chiqib, Aisha radhiyallohu anhaning so'zini xabar qilsam, ular meni Aishaga avatgan so'zlar bilan Ummu Salama radhiyallohu anhaning yeniga avatgan edi. Ummu Salama radhiyallohu anha mundaq dedi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning u namozdan cheklaganligini anglagan edim. Keyin men o'zining asrini o'qib bo'lib, mening yanimga kirib 2 rakat namoz o'qiganligini ko'rdim. Bu chaqda mening yanimda ansarlardan bo'lgan Bani Haram jamoatining ayollari bor edi. Men bir qizga siz berib Rasulullohning yanida turib uningga Ummu Salama sizga: "Ya Rasululloh, men sizning bu 2 rakat namozdan cheklaganlarni anglagan edim. Endi bu namozni o'qiganlarni ko'ryapman-ku" deydi dang. Agar Rasululloh qo'li bilan ishorat qilsa, kayningizga chekinib turib turing dedim. Qizchaq shundoq devidi. Rasululloh qo'li bilan ishorat qildi. Qiz kayniga chekinib turdi. Rasululloh namozini tugatib, Ummu Salamaga qaratib: "Ey Abu Umayyaning qizi, siz asrdan keyingi hozir men o'qigan 2 rakat namoz to'g'riliq so'radingiz. Masala shuki, Abdul Qays qabilasidan ba'zi kishilar o'z qavmi tarafidan islomni qabul qilib kelib, meni peshindan keyingi 2 rakatdan mahrum qilib qo'ygan edi. Siz ko'rgan bu namoz peshindan keyingi ashu 2 rakat" dedi. Ikkinchi, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimki bomdodning 2 rakat sunnatini o'qimagan bo'lsa, kun chiqqandan keyin o'qisin degan. Uchinchi, qiyos jihatdan aytsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan safarda uxlab qolib, bomdod namozini qazo qilganda 2 rakat sunnatini o'qigan bo'lg'achqa, boshqa farz namozlarning sunnatini bomdodnikiga qiyos qilsak bo'ladi. Demak, kuchli qarashda mayli farzi bilan billa qazo qilganda bo'lsin, mayli yolg'iz o'zini qazo qilish bo'lsin, sunnat namozlarning qazosini qilish mustahabdir. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 53-numurliq fatvo.